Biz yangi blogerlar 2ga bo'ldik. O'zimiz podpischiklarimizga rahmat demoqchimiz. Короче, 2ga bo'lib, endi bu yoq boshqacha bo'ladi. Yangi stillar, yangi kontentlar, yangi giflar boshlaymiz. Bu yil maqsad 1 million bo'lish. Vah, 1 million chiqqandan keyin kim bilan kollaboratsiya boshlaymiz? Katineng bilan kollaboratsiya qilamiz. 1 million bo'lgandan keyin Lupoy hay deydi. To'xtab tur, telefon bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum. Oka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolalar reklama olmayotdi, oka. Lekin etib ko'raman, ha? Aha, xo'p. Udar reklama chiqyapti. Oka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Adminimizda telefon qiluvdi, reklama bor, bir kirib o'tinglar dedi. Qanaqa reklama olish kerak? Aka, bizda aksiya bo'lyapti. Istoriya uchun faqat 1 minutlik video qilib berish kerak. Klient всегда прав. Oka, es qilamiz. Oldimga tush. Olayapsan, Pyotr? Abu brendda yangi yil aksiyasi. Mana bu 120 minglik sviterlardan bir dona olsangiz, 180 minggacha sotilgan oyoq kiyimlar 49 mingdan. 250 minggacha sotilgan kurtkalarda 99 mingdan olishingiz mumkin. 475 minggacha sotilgan poltalar 250 ming so'mdan. Mama qo'y, shuncha vadar qilyapmiz, 1 minutdan o'tib ketadi-ku shuncha informatsiya. Menda bitta ideya bor. Pulga bilan yangilgina bitgan bo'lish kerak edi. Svitri sharmanda qilyapsan. Oka, videomizda taqib bo'ldi, biz ham bir hisob kitob qilib berib yuborsangiz. Hop, videoni ko'raylik-chi. Menga qara, quyonmisan, tirlat tashlaysan. Hech bo'lmasa sekundini kamroq qilsang bo'ladi-ku. O'zing kuzib gapirding-ku, hay. Ko'p gapirma. Abu brend norozi qilmadi. Mana seni haqqing, mana bu meni haqqim. Buncha kam? Senga bitta qog'oz, menga bitta qog'oz. O'zi ko'p pulga tortishasan-da, bitta mobilograf olmasan bo'lmaydi. Qoloq tir jonimga tegding. Bu Oliviya salatga yetmaydi-da bu pul.